Payg'ambar alayhissalatu vassalom aytdilarki, sadaqa berishi bilan mol dunyo kamayib qolmaydi. Inson bir kishini afv etadigan bo'lsa, uning azizligi ziyoda bo'ladi. Bir odam sizga aybini e'tirof qilib keldi, uzrini so'radi. Shu odamni afv etsangiz, Alloh taolo sizni aziz qiladi. Kamtarlik qilgan kishini Allohu taolo yuqoriga ko'tarib qo'yadi dedilar. Demak, bu dunyoda kim kamtar ekan, Allohu taolo buni o'zini obro'yini baland qilib, xalqning ichida uni e'zozlab qo'yadi. Inson o'zini hurmatini oshirish uchun, o'zini aziz qilish uchun, o'zini odamlar ya'ni e'tiborga oladigan odamga aylantirish uchun takabburlik emas, balki kamtar bo'lishi kerak. Ana shu kamtarlikdan inshaalloh taolo bunga dunyoda beriladigan mukofot Allohu taolo buning darajasini, obro'yini yuqoriga ko'tarib qo'yadi.